Lay. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahriz va meni yangi videoroligimga xush kelibsizlar do'stlar. Va meni yangi kanalimga ham xush kelibsizlar do'stlar. O'y Shahriz nimaga kanalingni sotib yubording deydiganlar bo'lsa, bilasizlar men shunaqa nima desam bo'ladi, shu monetizatsiyaga ulanib 5000 ta obunachi bo'lganda sotayotgan odatim bor. Bu kanalimni sotmaslikka harakat qilaman. Do'stlar, harakat qilaman. Shuning uchun sizlar obuna va layklarni bosib qo'yish esingizdan chiqmasin mening yangi kanalimizda. Hozirdan o'zi 20 tadan ziyod obunachi yig'ildi. Yaxshi, hali video qo'yganim yo'q. Hali men video qo'ysam, o'zi boshlanadi. 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta. To'g'rimi do'stlar? Men sizlarga ishonaman. Hop, juda ham ko'p gapirib yubordim. Mayli, gap. Turib do'stlar, aytgancha nima kanalingni sotding deydiganlar bo'lsa, yangi mikrofon olishim kerak. Chunki hozirgi mikrofonim deb, короче, o'sha bug bo'lib jonimga tegdi. Okay, unda nima qilsam bo'ladi? Yo, birinchi do'stimnikiga borishim kerak edi. Do'stim qishloqnikiga. Ha, u bironta nima desam bo'ladi? Bizani zeriktirmaydigan ishlar qilsa kerak. Okay. Hop, qani nima qilayotgan ekan? Yo, kompyuter o'ynab o'tiribdimi? Nima? Har doim kompyuter o'ynab o'tiradi. Hop, mayli, unda chaqirib ko'ramizda. Qishloqi deganda ochiladi gul. Oy, nima gap? Nima gap, Shahriz chotgaba bo'lyaptimi? Sog'inlar, ha? Ha, sog'inlar yaxshi, qishloq nima gap? Assalom deganda ochiladi gul. Assalom deganda sayraydi bulbul. Nima qilyapsan ichkariga? Ha, men kirasanmi? Ha, albatta kiraver. Aha, mayli, voy, tashqariga qaraymiz, xo'p, mayli. Wow, mana bu kompyuterim menga juda ham yoqadi-da. Men notebookimdan bir 100 barobar kuchli. Xo'p. Nima ko'ryapsing hozir? Banan xab ko'ryapsanmi? Yo, bu bananlar turlarini ko'ryapman, tushundingmi? Men o'sha yangi yilga banan olmoqchiman. Ha, yangi yil o'tib ketganiga bir 2 kunmi, 3 kunmi bo'ldi fikrimcha do'stlar. Bilmadim, video qachon qo'yilgan bo'lsa, endi men hozir aytadigan bo'lsam, hozirda 2 kun o'tib ketdi. Umuman ish bo'lmasa, tushundingmi? Xo'p, mayli, ishim bo'lmaydi. Hop, soat to'xtab qolgan. Xo'p, mayli, yaxshi. Shunda video kartaga nima sen yutib ko'rib o'tirasanmi? Bironta o'yinlaring bormi o'zi? Ha, ko'rsat, qani bironta o'yinlaring bormi? Ha, menda bitta o'yin bor. Pikselli o'yin. Men kompyuterim shunday zo'r ko'taradi. Wow, yaxshi. Ha, mayli. Kompyuter ishlatish bilmaysan-da, mishkalar, klaviaturalar yaxshi. Menda bunaqa klaviaturalar yo'q, mishka ham yo'q даже. Nimaga aynan qizil, ha? Nimaga qizil? Mayli, ko'p gapirib yubordim. Unda yur tashqariga bironta ish qilsak bo'lardi fikrimcha. Davay. Eshik ochmaysanmi? Yo'q, o'zim ochaman. Yo'q, mayli. O'zim ochaman. Bo'ldi, davay. Bo'ldi. Nima uchun davay desam, men o'zim yopib qo'yaman. Mayli. Yo'q, ana kim bo'ldi? Voy, kim? Assalomu alaykum. Meni o'g'limni topib bera olasizlarmi? Sizga nima bo'ldi, janob? Uzr, kechirasiz. Men o'g'limni yo'qotib qo'ydim. Menga yordam beringlar. Nima deymiz, ha? Nima deysan, qishloqi? Bilmayman, bu qariyani birinchi marta ko'rib o'tirishim. Iltimos, menga yordam beringlar. Qon qilib tashlamang. Bo'ldi, o'zingizni bosing, bo'ldi, o'g'lingizni topamiz. Shunaqa yashil kiyimdami? Ha, shunaqa yashil kiyimda juda ham g'alati bo'ladi. Mana bu to'g'riroqda turardi fikrimcha. Yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Unda mayli, o'sha yoqqa borib kelaman. Da, mayli, o'sha yoqqa borib kelganingiz yaxshiroq deb o'ylayman. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Bu fikrimcha shimilib ketadi, to'g'rimi? Shimilib ketdi, yaxshi. Shimilib ketadi, gapni qaranglar, mayli. Unda bu juda ham g'alati qariya bilan gaplashib qo'yish kerak. O'g'lini yo'qotib qo'yibdi. O'g'lini yo'qotib qo'ygan bo'lsa bizga ham ayb. Yo'q, bizga ayb emas, lekin o'g'lini topish kerak. Yurchi, bironta yerlarga borib ko'ramiz. Hop, bu qishloqni umuman tanimayman. Menimcha bu fermer bo'lsa kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Bu uy merdiki, bu uy jigarrang qishloqniki, bu bilmadim qanaqa qishloqniki. Bu, lekin mana bu oq qishloqligini bilaman. Fikrimcha mana bu yashil qishloqniki bo'lsa kerak. Qani uyida nimalar bor ekan? Uyida ajoyib narsalar yo'q. Menimcha yashil rang qishloqniki bo'lsa kerak. Unda mayli, yashil rang qishloqni kutamiz, navlot, to'g'rimi? Qishloqqa yur, yo'qman cho'chqani. Yur, unda nima deb o'ylaymiz? Kompyuter ko'rib o'tiramiz, boyaki yana qariya kelib qolmasdan.
Aha, давай, let's go. Let's go oxirgi borgan. Kompyuterxona pulini to'laydi desam. Kompyuterxona o'zi bittak. Qol. Bali o'raysan, bali. Bo'l. Kel. Maza qilib o'ynab o'tiramiz. Kir, qani bironta o'yinlaring kirchi. Let's go bunda. Voy, vashsha odam zerikib ketdi-yu, mishka ham chiqib qoldi, men boshim aylagandan qishloqqa. Ha, bo'ldimi? Turay kompyuterimdan zerikib ketdi, faqat o'ynadingsan. Ha, bu yaxshi. Snayper, yaxshi. Snayperchilik qilasanmi qishloqqa? Ha, men kechasi o'sha chumchuqlarni ovlayman, ovqat yeyman chumchuqda. Wow, chumchuq yeydigan qishloqni birinchi marta ko'rib o'tiribman. Bitta gap og'zimga keldi-yu, men mayli, hech qisi yo'q qishloqqa. Kulurma hadeb shundaymi? Xo'p, mayli, men nima kulaman. Janoblar oching eshikni. Mana chiqdi, o'zingiz bosing. Mazam bo'lmayapti janoblar. Janoblar, mani o'g'lim qayerda topolmadim. O'g'lingizni biz qayerdan bilamiz? Ha, qayerdan bilamiz, qayerdan? Adash ketyapman. Bo'l, o'zingizni bosing, bo'l, o'g'lingizni topamiz. O'g'limni topib beringlar, o'g'limni. Mazam bo'lmayapti. O'zingizni bosing, biron nima kerakmi? Suv olib chiqaymi? Yo'q, o'zi suvga cho'milib kelyapman. O'g'lim qayerda? Yo'q, o'g'lingizmi? Qaylo ana u yerda o'g'lingiz. Mana suv ichib o'tiribdi. O'g'lim. Qishga shaq, o'g'lim. Mazam bo'lmayapti. Amaki, o'zingizni bosing. Bo'l, yuring, o'g'lingizni uyini biza ko'rsatamiz. Mana bu uyga kirib ketdi, adashmasam, ketdi. O'g'lim, ay. Amaki, o'zingizni bosing. Mazam bo'lmayapti. Bo'l. Qishloqqa yur, qani biza mana bu o'g'lini chaqiramiz. Qishloqqa qara, otang keldi. Bolam mani ko'rgish kelar ekanmi? Ko'rgi keladi, o'zingizni bosing, Qishloqqa qara. Voy, ota, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz mani otamisiz? Ha, bolam, seni qidirib keldim, uning uchun qishloqqa ekaning. Ota, men sizni xursand bo'ldim sizni ko'rib. Vasha cringe bo'lyapti. Bo'l. Mazam bo'lmayapti. Ota, yuring, men davolayman sizni, kiring. Bo'ldi. Davay, kiring. Kirdi. Yo'q. Yaxshi. Ota bolalar mayli o'zi bir-birini davolagan yaxshiroq. To'g'rimi qishloqqa unda mayli ketdik, nimani ham deyardik bu ota bola, mayli. U qishloqqa, ya'ni o'sha ota bolasini topganimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Aytgancha do'stlar, qaranglar. Mana bunaqa qonavorgan, mana bu jetilar, mana bunaqa telefonlar. Boyagi даже snayperni berdi. Qishloqqa. Hozir mana ol. Oho, yaxshi. Mana bunaqa snayperlar kerak bo'ladigan bo'lsa do'stlar, meni Telegram kanalimda bor-ku do'stlar, nima sizlar meni Telegram kanalimga o'tmaysizlar? Bunaqa snayperlar bilan qishloqqa berdi, nima ovoling? Qaytarib berdik-ku. Bo'ldi jim. Mana bunaqa даже mana bu qishloqqa bor-ku. Mana shu qishloqni даже ana o'qisa ham bo'ladi. Mana ishonmasanglar ko'rsatamiz. Yur qishloqqa. Qaysini otsam ekan? Qaysini men otsam ekan? Mana bu yerdagi ana otni otaman. Bu yoqqa. Xo'p, mana do'stlar, qaranglar. Bu juda ham ajoyib mod bolalar. Bu modlarni men Telegram kanalimga tashab qo'yganman. Bemalol sizlar o'zlaringiz kompyuterlaringizga yuklab olib, maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Даже telefonlarga ham bo'ladi, faqat o'sha pojavlamishmi, bir nima degandan bo'lsa kerak. Xo'p, mana qaranglar. Boom, ketdi. Yana bitta. Boom, ketdi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mayli, yaqinroqdan qilib ko'rsatishim mumkin. Ko'pga otib tashlab, o'q qolmadi. O'q qolmadi? O'q qolmadi haqiqatdan. O'q qolmadi. Battar bu. Xo'p, mayli unda. Do'stlar, shuning uchun meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bir-biridan ajoyib o'sha spoilerlar, ya'ni videolarimizdan oldingi video rasmlar. Video rasmlarmish. O'sha men bu skrinshotlarni tashlab boraman. Даже bo'sh vaqtlarim qanaqa o'yinlar o'ynayotganim va juda ham bir-biridan qiziqarli videolarni tashlab boraman Telegram. Mana o'qi bilan. Wow, malades. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Даже o'qlashi ham juda ham ajoyib. Mana qaranglar. Mana bitta otaman tilib ketadi, ishonmaysizlarmi? Mana
ishonadi, ishonadi. Menga sachramasdan qoni. Sachramay, qo'rqma. Oppa, yo, sachramadi-ku. Oppa, mana ko'rdinglarmi bo'ldi. Bu qanday buni ko'rgansizlar? Bu otganlaringizdan qo'ylar titilib ketishini qanday ko'rgansizlar? Ha, sizlar ko'rmagansizlar. Shuning uchun do'stlar, mening Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ya'ni o'tinglar, o'zingizlarga kerak bo'lsa. Telegram kanalim o'sha kommentariyada va video opsiyasida bo'ladi. O'sha video opsiyasini bilmayotganlar bo'lsa, kommentariyaga kirib zakript qilib qo'yilgan. Bemalol sizlar o'sha silkani bosib, o'sha Telegram kanalimda modlarni topib, o'zingizlarga kerakli bo'lgan modlarni olib, mazza qilib ishlatishingiz mumkin, to'g'rimi? Xo'p, biz ijtimoiy ko'rmadik. To'g'rimi do'stlar? To'ppa-to'g'ri. To'g'ri. Xo'p, mayli unda do'stlar, bugun sizlar bilan men yana Shahist bo'ldim. Shahist MC bo'ldim do'stlar. Kelasi videolargacha ko'rishguncha. Sog' salom. Voy! Eshitdinglarmi? Ot ovozi eshitildi. Ya, ha mayli do'stlar. Aytgancha, mana bu JTL rolini o'ynagan inson bu meni do'stim stalker bo'ladi. Ularning ham kanallari bo'lishi kerak fikrimcha. Balkim bo'lmasa kerak, bo'lmasa o'ziga mayli. Bugun sizlar bilan men yana Shahis MC va stalker kechirasiz ki yo'q, mana boshchi mana ultra super hero mana shu bo'ladi. Mana tashqi qishloqqa ham bo'ladi. Wow. Ajoyib. Mana qo'tyapman, qochishini qaranglar, mana qochishini qarang. Boshchiga otdim. Mayli do'stlar. Xayrlashim uzoqlashib ketdi. Mayli, sog' salomat bo'linglar do'stlar.